Assalomu alaykum hurmatli asalarichilar, hurmatli hamkasblar. Demak, Artbitek korxonasi mavsum uchun yanada yengilliklarni qaynoq asalarichilarimiz uchun og'irini yengil qiluvchi yengillik takliflarini taqdim qilyapti. Endi bu safargi kontentimizni ishlab chiqarish maydonini o'zida qilishga majbur bo'ldik. Shoshilinch bo'lib qoldi. Demak, bu yilgi yengilligimiz 4 kasetali medegonkani. Endi kamdan kam asalarichilarimiz buni buyurtma qiladi, lekin hozir shu 4 kasetali medegonkani ham elektronniy variantini chiqarib berdik deyishganda, motor o'rnatdik, blok upravleniyasi qilib berildi. Bundan tashqari hozirda ko'p asalarichilarimiz sekin-sekin tushunib yetyaptiki, elektron medegonkalar ish jarayonini ancha mahsuldorligini oshiradi. Ya'ni ish kuchidan ancha ekonom qiladi va buni aqlli boshqarilishini oldingi videolarimizda juda ko'p tushuntirganmiz. Aqlli boshqarilishi ish sifatini, ramkalarni sindirmasdan, rullarni sochmasdan ishlash imkoniyatini beradi. Hozir mana shu 3 ta medegonka ham deyarli hammasi tayyor. Mijozlarni o'ziga yetkazib berish holatida turibdi. Undan tashqari elektr toki mavjud bo'lmagan regionlarimizga shu ruchnoy bu medegonkalarimiz endi shu tangential medegonka deydi. Ishlash jarayonida o'zi buni qulayligi inson aralashuvisiz kerakli tomonga o'zi yotadi. E'tibor berishingiz mumkin va buni to'xtatib aks tomonga aylantirganimizda bu yoqqa yotib, demak, bu ham bir qanchadir vaqtni tejalishi va ish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari bizning korxonamizda juda ko'p yengilliklarimiz bor, albatta. Bundan tashqari mavsum uchun kerakli bo'lgan обрезной stollarimiz, hop, quyoshda mom eritish vositamasi, ramdetallar kim ulgurmagan bo'lsa hali mashina qo'yib tugatib bemalol nima qilishingiz mumkin. Shoshilinch ramka kerak bo'lib qolganlar uchun tayyor sim tortilgan ramdetallar, hattoki mashina tortilgan ramdetallarni ham taqdim qilishimiz mumkin. Bu yoqda mana yonkistlarimiz tayyor bo'lib turibdi, xudo xolasa. Дельшот, вот, ехали медогонки. Сейчас включать не буду, потом вот это как его включается, объяснишь? Одну открыл, одну запаковано, я сам открыл. Mana shu medegonkani Toshkentdan Dilshod degan boladan oldim. O'ta yaxshi ekan. Remendi 8 ramkalu. Men ishlatib ko'rdim. O'ta yaxshi ekan. Ruchkalari bor, putlari bor. To'liq komplekt. Tashqari eng muhim yengillikni oxirida aytib o'tsam bo'ladi. Artbitek korxonasida ishlab chiqarilgan mahsulotlar asosan asal haydagich medegonkalarimiz qo'shni davlatlarga ham eksport qilishni, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston davlatlariga hozirda medegonkalarimizni chiqarib turibmiz. Bu ham albatta yaxshi yengilliklardan bittasi.